2018-yil kollejni tamomlagandim va oradan 8 yil o'tgach Avstraliyaga 3 yillik bakalavr talabalik vizamni qo'lga kiritdim. Assalomu alaykum hammaga. Ismim Asadbek. Hozirda 26 yoshdaman. Yaqinda Avstraliyada bakalavr bosqichida o'qish uchun o'z talabalik vizamni qo'lga kiritdim. 26 yoshda bo'lishimga qaramay, hali bakalavrda o'qimaganman. Shuning uchun bakalavrda o'qishga qaror qildim. Yoshligimdan IT sohasiga qiziqqanim va ish faoliyatim shu sohada bo'lganligi uchun Bachelor of Information Technology dasturini va Central Queensland University'ni tanladim. Avstraliya uzoq yillardan beri qiziqib kelgan va orzu qilgan davlatlarimdan biri edi. Uning xavfsizligi, tabiati va ta'lim sifati aynan shu davlatni tanlashligimga meni undadi. Mening holatimda 8 yillik o'qishdagi tanaffus bo'lganligi uchun bu jarayon biroz murakkabroq edi. Shu sababli bu sohani professional darajada biladigan mutaxassislarga murojaat qildim. Katta tajribasi va individual yondashuvi bilan ajralib turadigan Everstudy Consulting'ni tanladim. Natijada jarayon men kutganimdan-da oson va tez hal bo'ldi. Orzular orzuligicha qolmadi. Everstudy jamoasiga katta rahmat va albatta Kenguru Jack kinosi va Nemo multfilmi ishqibozlariga bu videoni yuborishni unutmang. Sidneyda ko'rishguncha.